Zo'r sotuvchida faqat zo'rlari va arzonlari bo'ladi. 2009-yil 1.6 motorda super best konditsioner mashina ideal holatda ko'rishingiz mumkin. Yo'llarda ham pultlargacha bor mashina. Tana holatda, 4 ta uloqlari ham yaxshi toza bo'londan, charmxo bo'lon. Mashinani ko'rishingiz mumkin ideal holatda. Polni asijit qilingan, lekin mashina butun. Udar kaltagi yo'q, hatto hali supish ham ishtimagan deydi-ku. Shunaqasidan 400 ming yurgan, metallda qo'yilgan. Hujjatlari hammasi joyida. Asosiysi narxi ham zo'r, o'zi ham zo'r. $1750 ga beraveramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana savollarni ham qo'shdim. Savollarni ham zo'r holatda. Wow. Yo'q, bakovlargacha qo'yib qo'yilgan. Ko'pda ham ustonaga qilingan. O'shani ideal holatda narxi aytganda $1750. Pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqa chiqib baraka qilaverasizlar. Bizni kuzatib turinglar, like, podpiska bo'lishni esdan chiqmasin.